Guruchdan tayyorlangan patirni yeb ko'rganmisizlar? Mana shunaqa bo'ladi, koreyslar mazza qilib shundan o'zini ham yeydi va buni ovqat qilib ham yeyishadi. Qaranglar, guruchdan tayyorlangan patir. Qaynonam rosa yaxshi ko'radilar. Bular sahrga juda ham yaxshi ekan. Tangnyue 좋아요? tangnyue. 아니 이게 누룽지가 원래 영양이 많다고 하는데 큰 이모가 콩이랑 이런 잡곡들을 엄청 넣고 같이 한 거라 원래 잡곡이 당뇨에 좋잖아. Guruchga sahrni tushiradigan boshqa narsalar ham qo'shilgan ekan. Shuning uchun bizning karis pochchamiz xuddi shundan ko'proq yeydilar, chunki sahrlari bor. Sahr bor odamlarga juda ham foydali ekan. Va ichni ham yaxshilatgan. Guruchdan tayyorlangan patir. Bundan endi qaynonam bilan birgalikda ovqat qilib yeymiz. Men birinchi marta yeb ko'raman, hali yeb ko'rmaganman. Patirga endi ozgina suv qo'yib, buni qaynatamiz. Bu patirga hech qanaqa tuz-muz qo'shilmaydi, shuning uchun o'zini yemasdan kimchilar bilan birga yesangiz bo'ladi. Ayniqsa shunaqa turupli kimchi bilan juda ham mazali ketar ekan. Patirimiz juda ham qattiq bo'lganligi uchun uzoq vaqt qaynatish kerak ekan. Karis qaynonamning muxlislari skrinshot qilib olinglar. Shunaqa bo'lib qaynab chiqqanida yaxshilab aralashtirib turing. Shu yong'oqli kimchining retseptini katta karis xolamiz hech bergisi kelmayapti shekilli. Necha oydan beri so'rayapmiz. 2 yoshli karis o'g'limni o'tirib olib O'zbekistondan kelgan pechenyelarni yeyishini qaranglar. Shuna qilib bugungi ujinimiz patirli kasha bilan turupli kimchi, qo'ziqorili salat va yong'oqli kimchi. Voy, bu kashani yemabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar, ayniqsa turupli kimchi bilan.